Assalomu alaykum Laziz. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Ko'p o'yladim, qanaqa qilib tabriklasam ekan, nima desam ekan deb. Kecha uyg'onib bir ilhomim kelib ketdi. She'r yozay dedim va shu she'rni senga bag'ishlayman. 50 yoshingga singlingdan. Bir oila, bir mehrda o'sganmiz. Bir ko'chada, bir maktabda kezganmiz. Olim dadam zehn ayam ostida, sen, men, ukam kamol topganmiz. Yoshligimga bir zamon qaytay va sen yuzingda xotira qilay. Og'ir portfel yelkangda, lekin oyoqlaring yengil, betushkun. Yuragingda yulduzcha va zavq, ilm sari ortilar yurak. Kitoblarni o'qib birma-bir, jurnallardan qurding nimadir. Trubalarni chalib maktabda, shahar kezding musiqa davr. Bu nimadir? Qanday? Nimaga? Qalbing izlar javob jismga. Dunyoning borini tega tur, mavjuding intilar osmonga. Bir tomondan izlading Alloh, bir tomondan kompyuter hamroh. Unisiyam, bunisiyam qarasam, hali ham yoningda bir panoh. Bir chiroyli oila qurding, erkak, ota ma'nosin bilding. O'g'illaring va qizingni deb hayotingni farovon qilding. Olam kezding doira shakl, sufiylardek misli bir faqir. Darvish taxallusing bor-ku, bu aynan sening borlig'ingdir, mavjuding. Okeanlar oramizda bor to'siq. Men bu yerda, sen u yerda oraliq. Ammo isbotlandi kvantum fizikda, sen va men birdek yaqin bog'liq. 50 yoshing muborak bo'lsin. Ko'rkam niyatlaring namoyon bo'lsin. Parvardigor, sendan so'rayman, umring yana shuncha soz bo'lsin. Yana bir bor tabriklayman.